Assalomu alaykum vatandoshlar, bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib borayotgan obunachilar, musofirdagi akalar, opalar, mana sizlarga 2025-yilning 11-dekabr sanasiga yana bitta fayzli xonadonimizni sotuvga chiqaryapmiz. 2025-yilda uy olaman deb niyat qilganlar ulgurib qolingizlar. 2025-yil ham tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Hozir men turgan joy uyning koridori. Ko'rib turibsizlar, to'liq aboydan, to'liq remontdan chiqarilgan xonadon. Tashqi eshikdan kelib chapga qayrilganimizda 3 ta xonasi joylashgan. Bunisi bolalar xonasi. Ko'rsating. Barcha xonaga to'liq gilam, parda barchasi qilingan vatandoshlar. 5 qavatli domning 5-qavatida g'ishtlik kvartira bo'lyapti. Mana uyda remontiga kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib ketingizlar vatandoshlar. Bu esa uyning 2-xonasi, ya'ni kattalar spalni xonasi. Ko'rsating. Bu yerda qoladigan, olib chiqib ketiladigan mebellar mana bu spalni qoladi. Qolgan mebellar olib chiqib ketiladi. Xonaga ham to'liq gilamlar, to'liq pardalar qilingan. Bu esa uyning 3-xonasi vatandoshlar. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mehmonxonasi. Men uyning o'lchamlarini, xonaning o'lchamlarini albatta Telegram ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilaman. Bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqangi lyustralar, konditsioner, pardalar, gilamlar barchasi qilingan. Bu yerda esa mana bu xon taxta va ustidagi narsalar olib chiqib ketiladi. Keling. Agar kimda kim olib kvartirani qo'yadigan bo'lsa, kamida $300. Undan ham ko'p. 3,5 million so'mga ham kvartiram turadi. Ha, aytgancha, uyimizning lokatsiyasi Termiz shahar, katta masjid, Zaytun restoran orqasida qurilgan 5 qavatli g'ishtli domlarda. 5-qavatda bo'lyapti. Tashqi eshikdan kelib o'ngga qayriladigan bo'lsak, uyimizning sanuzeli hamda oshxonasi. Bu uyning vanna xonasi. Yarmikacha kafillangan, ko'rib turgan avtomat kir mashinangiz olib chiqib ketiladi. Bu esa uyning hojatxonasi. Bu ham yarmigacha kafillangan vatandoshlar. Undan so'ng esa uy bekalari sevimli bo'lgan uyimizning oshxonasi joylashgan. Barcha oshxona jihozlari, ariston, katyol, dimoxod barchasi o'rnatilgan. Bu yerda oshxona jihozlari olib chiqib ketiladi, ya'ni betaviy texnikalar qolgani qoladi. Oshxonada esa uyning balkoni joylashgan. Balkoni ham ehtiyot choralar ko'ringan holatda reshetka qilingan. Uyning barcha tashqi derazalari reshetka bilan qilingan, barchasi. Uyimizning hech qanaqa krediti, hech qanaqa taqiqi yo'q. Naqd pulga sotiladi. Uyimizning narxi 550 million so'm deb baholandi vatandoshlar. Umumiy maydoni 72.144 kvadratni tashkil etyapti. 5 qavatli domning 5-qavatda narxi 550 million so'm deb baholandi. Naqd pul yoki ikkilamchiga xarid qilishingiz mumkin. Ikkilamchini uncha maslahat bermaymiz, chunki foiz yuqori. Agar 200-150 million yetmay qolsa, qolganini ikkilamchiga bosangiz bo'ladi. Vatandoshlar, mana shunaqangi to'liq remontdan chiqqan, puliga arziydigan uy izlab yurgan tanishlarga tezda jo'natib qo'ying. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Biz bilan bog'lanish uchun pastda qoldirilgan 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu raqamda WhatsApp, Telegram, imo barcha ijtimoiy tarmoqlar ishlamoqda. Xayr, salomat bo'ling.